skvoznoy proyektga ega bo'lgan kvartira qidiryapsizmi? Unda ushbu videomizni oxirigacha ko'ring va o'zingiz baho bering. 3 xonali kvartiramiz 2-qavatda joylashgan vokzal hududida, ipoteka bankning orqasida bo'lyapti. Orientir qilib ipoteka bankda aytishimiz mumkin. 96 metr kvadratni tashkil etadigan kvartiramizni mehmonxonasidan obzorimizni boshladik. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli Atachento uslubidan ta'mirdan chiqqan kvartiramizning mehmonxonasi, podsvetkalar, ranglar uyg'unligi bir-biriga juda ham mos ranglar tanlangan yumshoq mebellarimizga e'tibor beramiz. Keling, qolgan xonalarimiz hamda planirovkamiz bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda bizda prixoshkamiz bo'lyapti, oppoq, ko'rishingiz mumkin, kirib kelish eshigimiz, prixoji mebellar qo'yilgan. Xo'p, mehmonxonaning yonida bizda oshxonamiz bo'lyapti. O'ylaymanki, uy bekalarimizga juda ham manzur keladi. Barcha zamonaviy texnikalar qo'yilgan. Dual-konturli kotyolimiz to'liqligicha kvartiramizni cho'pli pol bilan ta'minlab beradi. Xolodilniklar, TV zonalarga alohida e'tibor beramiz. Bemalol televizor qo'yib tomosha qilishingiz mumkin. Va kvartiramizning bu tomoniga bizni yotoqxonamiz bo'lyapti. Marhamat. Lyuks sharoit qilingan chiroyligina yotoqxonamiz ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona mebeli, podsvetkalarga alohida e'tibor beramiz. Juda ham zamonaviy bralar tanlangan. TV zona, yon tomonlardan bizda shkaflarimiz bo'lyapti. Juda ham chiroyli ranglar tanlangan. Va oxirgi xonamiz kvartiramiz 3-xonasi bo'lyapti. Buni bemalol bolajonlar uchun yotoqxona sifatida sharoit qilib bersangiz bo'ladi va alohida sanuzlarga e'tibor beramiz. Marhamat, kvartiramizni narxini 109 ming AQSh dollari so'rayaptilar akamiz va albatta kelishtirib beriladi. Kvartiramiz sizga yoqdimi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.